Qimmatli ko'rermenler, biz bugun sizlarga ekologiya mavzulug'in, tabiat bilan odam orasidagi bog'lanishni ko'rsatuv uchun tabiat bu bizning uyimiz. Onu saqlab qoluv bizning o'rtak muddatimiz. Har bir ağaç, har bir o'zin, har bir tinish olgan havo bizga umr silaydi. Agar biz tabiatni qo'rg'ovga man bermasak, ertaga uning bari yo'qolib ketishi mumkin. Hozirgi tanda ekologik problemalar odamlarning bo'lajagini ulkan xavf tug'dirib o'tir. So'ndikdan da bugun biz o'rmonning tinchligini, suvning toza bo'lishi, yana yerning qulayligini saqlab qolish uchun qanday qadamlar tashlashimiz kerakligini ko'rsatib qo'yamiz. Tabiatni saqlasak, bu o'rmon mangu zavzavsiz bo'lib qoladi. Daraxt aytasin, o'rmon tirikchilikning o'rdasi, meni qo'yarda, ayyuda, endi boshqalarga qilsa, o'sha yerda umr sirada o'y. O'sha gezi sahnaga ayyu men qo'yan chiqadi. Men o'rmonning podshosimman. O'rmonda qavmsiz bir. Bunda tamak tagib, tinchlik topar. Biroq so'nggi kezlari meni qo'rqitib yurgan bir narsa bor. Men qo'rqaman. O'rmonda ağaçlarning cho'plar azayib boradi. Odamlar o'rmonga ko'p kelib, o'rmonda bildiradi. Bu joyda meni mazalabdir. O'rmonning tinchligi buzilsa, barlig'imiz zarar chekamiz. Bu o'rmonni qo'rg'ovimiz kerak. Sahnaga qo'qqislardan paydo bo'ladi. Uning usti turli qo'qqislardan to'ldi. Qo'lida o'lgan qo'qqislar. Men qo'qqislarman. Men o'rmondarmen o'zinglarni және havoni o'ldiraman. Al adamlar olsa mening qaldiq qo'qqislarni jinoq jur. Ha ha ha. Qo'qqislar, sen tabiatni lafsal yursin. Senin hareketlerin tabiat evlerinin onların kıyılatıp jur. Ey qo'qqislar, mana ne? O'rmonni qalay rastlaysan? Qo'qqis o'rmon tinchligini buzuvda. Jonivorlarning o'simliklarni o'g'ri qiynatuvda. Qani, qo'y bu bo'lsin. Hey, kempir, bu mening жұмысым. Men o'rmonni bo'ldirib, tiri a'zolarni jo'yaman. Men o'rmon qo'qqislarni akelaveram. Ha ha ha. Qo'qqislar o'rmondagi qo'qqislarni ko'rsatib, ularni qo'yib yuboradi. Masxara. Endi isteymiz. Ormanımız qo'qqislarga bo'ladim bo'ldi qo'y. Men bilaman ne isteu kerakligini. O'rmon xanchayimni chaqiradi. Ya, o'rmon xanchayimni chaqiradi. O'rmon xanchayimi. Ahmaqa o'rmon xanchayimi boshlanadi. Qani, kim chaqirdi meni ko'mikka? Qanday ko'mik qajit? Biz qo'qqis odam o'rmonda lafstab yotar. Jaraydi, men sizga ko'maklashaymi? Men o'rmon xanchayimiman. Men o'rmonning qizchisiman. Men tabiatning barliq tishligiga qamqor bo'laman. Biroq men qo'qqisdan o'rmonga barlig'im yurib yotganini ko'rib turman. Qo'qqisdan sen bunday harakatingni o'rmonni, ayuvni, qo'yanni, jamiyatda boshqa jonivorlarni da jo'yasan. Biz barimiz tabiatning bir bo'lagi bo'lamiz. Men bunga yo'l bermayman. O'rmon xanchayimi qo'lini ko'tarib, o'rmonda tozalashga tirishadi. Uning kuchli qo'qqislarni bir-biriga yo'g'rilib o'tadi.
орманны коргап, орманыбызды сактап калдың. Рахмет сага. Biz bарлığımız ormanı koruyuz. Eğer bärimiz birleşsek, biz özümüzden ormanımızı koruyup kalabız. Qo'rqishlarni yinab, tabiatni bostamamizdir. O'rmon toza bo'lib, bärimizga qajib. Biz ormanı koruyup, tinchlikda ömür sürmemiz gerek. Yaşıl alemde saktay. Qo'rqas odam. Eğer sen tabiatni ko'rduğunga do'qarar bo'lsang, ormanda bari yaxshi bo'ladi. Qo'rqsalam, endi sen mundayga qo'y. Kel, biz bilan birga qo'shilib, o'rmonimizni jaynataylik. Men o'zimga tushunmayman. Men o'rmonga kelib bärini o'ldirmayman. Men tabiatning ma'nosiini endi tushundim. Meni kechiringlar.